Xayrli kech qizlarjonlar. Agar sizlarni ham shunaqa sochingizda to'kilayotgan bo'lsa, boshimdan o'tkazgan narsalarni sizlarga aytib beraman. Agar sochingizda to'kilayotgan bo'lsa, prosta sochingizga sprey sepganinglarni yoki bir narsalar qilganinglarni, maskara qilganinglarni bir tiyinlik foydasi yo'q. Har xil qimmat shampunlarni ham ishlatib ko'rdim, bir narsalar surib ko'rdim, sepib ko'rdim. Shampunlar bilan ishlatganingizda ham to'g'ri ta'sir qiladi, lekin baribirga ham yana u shampun to'xtatganingizdan keyin yana sochingiz to'kilishni boshlaydi. Va sizlarga bitta narsani aytib qo'yay. Avval nima sababdan sochga to'kilayotganini bilib olinglar. Birinchi o'rinda gormonlarga analiz topshiringlar. Vitamin D qanaqa, kalsiy qanaqa, yodiz qanaqa organizmdagi hammasini bilib olib, agar pasayib ketgan bo'lsa, vitaminlar ichib yuringlar. Mana mana shu qizni ham mana kalsiy tushib ketgani uchun, D vitamini kamayib ketgani uchun, bu qizni ham даже soch to'kildi. Immunitet tushib ketgandan keyin, shamollashdan keyin, men ham hozir vitaminlarimni ichib, plus sochga maskalar, maslalar, shampunlar ishlatib, ham ikki tomonlama sochni baquvvat qilamiz.